Чистовая обработка deysizlar. Mana shu чистовая обработка bo'ladi do'stlar. Hamma yog'i mikrometrga razmer. Rosa vaqt oladigan ish, to'kirlar orasida yuradi. Чистовая обработка. Чистовая обработка qiyinroq, murakkabroq, qimmatroq bo'lishi kerak aslida. Lekin mana shu porshnelarni $300 yasab berdim. Metali bilan birga, metalini ham 780 ming shunaqa bo'ldi. Xo'p, men buni ustini tashqi qilib, porshini mana bu rezbasi qoldi eskisi, mana shuni bo'shatib oldim. Atak bu silindrga hozir 260 uzunligi stanokka bemalol sig'adi endi stanogimga. Hamma yoq to'zib ketdi, mana shu turishganini ko'ryapsizlar. Menimcha arzon oldim. $500 atrof bo'lish kerak edi, lekin qattiq ishladim, bu razmerga garantiyali, javob va rezbalari ham juda plotniy buraladigan bo'ldi. Stanok talabga javob bermasa, mana bunaqa ishni qilish, mana bu utsilar bo'lmasa, bunaqa ishni qilish vashi azob.